bugun va o'tmish tutashgan muqaddas dargoh. Unda tarix bor, g'ayrat bor, qadriyatlar mujassam. Bu quyoshli yurt Surxondaryo. Mamlakatimizning janubida joylashgan Surxondaryo viloyati o'zining iqlimi, tabiati, yodgorliklari va urf-odatlari bilan dunyoga mashhur. U buyuk allomalar, avliyolar, mutafakkirlar yurti. 120 dan ortiq turistik obyektlarni o'z ichiga olgan Surxondaryo viloyati yer yuzining chinakam xazinasidir. Surxon vohasi Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan qadimiy mo'jizalar makoni. Hisor tizmasi, Bobotog', Ko'xitang va Boysun tog'lari etaklarida joylashgan bu o'lka o'zining muqaddas qadamjolari yu tarixiy obidalari bilan dunyoga mashhur. Bu hududga kelgan sayyoh borki, o'z hayratini yashira olmaydi. Yana qayta kelishni niyat qiladi. Chunki vohada mahalliy va xorijiy sayohatchilar uchun sharoitlar yetarli. Masalan, ekoturizmni rivojlantirish borasidagi ishlarga alohida to'xtalish mumkin. Shuningdek, zamonaviy qulayliklarga ega mehmonxonalar, mehmon uylari va hostellarning ko'pchiligi viloyatning tog'li hududlarida joylashgan. Ayniqsa, Boysun, Denov, Sariosiyo hamda Sherobod tumanlarida ekoturizm juda yaxshi rivojlangan. Nafaqat Sariosiyoning, balkim Surxondaryoning brendiga aylangan Sangardak sharsharasi juda qadim tarixga ega. Hattoki 90-100 ga kirgan bobolarimiz bilan gaplashganimiz ham o'sha davrda ham mavjud bo'lgan. Bizning yoshligimizda ham bor edi va buni sirini hech kim anglolmagan deydi. Albatta bu yaratganning, qolaversa, ona tabiatning bir mo'jizasi hisoblanadi. Muzdek suv doimiy oqib turadi va qolaversa, mana yuqorida ko'rib turganingizdek yonidagi va yuqoridagi ikkinchi sharsharalarimiz ular faqat bahor mavsumida bo'ladi, lekin bu asosiy sharsharamiz yilning 4 faslida ham bir xil mana shunday oqib turadi. Faqat qish faslida agar bir kelsangiz juda go'zal muzlagan holatdagi chiroyli sumalaklar osilib turganini ko'rasiz. Shunda ham xalq arimaydi. Baribir shu go'zallikni o'z ko'zi bilan ko'rishni, qolaversa kompyuter grafikasi deb o'ylaydi ko'pchilik internetda ko'rganda, lekin kelib ko'rgandan keyin shunday mo'jiza bo'lishi mumkinmi? Haqiqatan ham shunday narsa bormikan deb kelib o'z ko'zlari bilan ko'rishadi va aynan Sangardagi turizm qishlog'i maqomi berilgandan keyin yanada ko'proq odamlar, sayyohlar oqimi, qolaversa vatandoshlarimiz, turli viloyatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimizni ham bu go'shaga aynan Sangardak qishlog'iga bo'lgan qiziqishlari ortib, mana hozir ko'rib turganingizdek, garchi kech tushayotgan bo'lsa-da, hali odamlar oqimi kamaygani yo'q. Sangardak toshlar bilan o'ralgan manzil degani. Bu yerdagi Sangardak sharsharasi dengiz sathidan 3000 metr balandlikdan sizib chiqayotgan tabiatning noyob mo'jizasidir. Davlatimiz rahbarining 2019-yil 17-18 oktyabr kunlari Sariosiyo tumanidagi dunyoga mashhur ushbu Sangardak sharsharasiga yaqin hududda barcha qulayliklarga ega zamonaviy sanatoriy barpo etish yuzasidan zaruriy vazifalarni belgilab bergan edi. Mazkur topshiriq asosida osmono'par tog'lar qo'ynida zamonaviy va milliy me'moriy yechimlar asosida 7 qavatli sog'lomlashtirish maskani 200 o'rinli Sangardak sanatoriysi qad rostladi. Mana farzandom psaro katib ziyorati hamin Sangardak bo omadim. Muomma bisyor ma'qul shud. Rahmat prezidentam va hamin xil sharoit va muomma soxtamondagi shonba. Mana inja odamho bisyor hamma haqqi haminja tashkil kardagoho va duo karda istodim. Mana monam hoji azmomi hamin Samarqandiyo jido ham minnatdori bayon muqim. Tomonidan Sariosiyo tumaniga alohida bir urg'u berib o'tildi. Chunki Sariosiyo tumanida juda ham ko'p asosiy qishloqlarimiz tog' hududlarida joylashgan va tog' hududlarda mana hozir ko'rib turganingizdek buyog'i yoz fasli kelyapti. Faqat yoz va bahor oylarida emas, balkim qish oylarida ham o'sha qishki turizmni rivojlantirish, gastronomik turizmni rivojlantirish, agroturizmni rivojlantirish bo'yicha ham prezidentimiz juda chiroyli bir fikrlarda aytdilar
va o'ylaymanki mana shu takliflardan so'ng yanada hali Sarosiyoda Sangardakdan tashqari bizda mana yaqinida Xonjizan, Nilu mahallalari bor, For mahallamiz bor, Maland mahallamiz bor, Chosh, Karsh kabi juda chiroyli manzaraga ega bo'lgan qishloqlarimiz bor. Aynan o'sha yerda ham xuddi shuningdek sharoitlar yaratish maqsadga muvofiq. Boysun viqorli tog'lar, betakror tabiat va milliy qadriyatlar tarannumi. U nafaqat ko'hna tarix, balki o'tmish va bugun birlashgan muqaddas dargoh. Har yili bahor fasli kelganda bu hududning ko'rki butun dunyo aholisini hayratga soladi desak adashmagan bo'lamiz. Shuning uchun ham UNESCOning nomoddiy madaniy merosiga kiritilgan Boysun bahori xalqaro festival 2 yilda bir marotaba aynan mana shu hududda o'tkaziladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu yirik tadbir munosabati bilan Boysunga keluvchi sayyohlar soni yildan yilga ortib boryapti. Boysun bahori xalqaro festivali milliy o'zlikni o'zida jamlagan, omma e'tiboriga havola qilish uchun yana bir imkoniyat. Bu ming yillardan buyon ajdodlarimiz qalb qo'rida saqlab, sayqallab kelgan xalq amaliy san'ati, xalq og'zaki ijodi singari nomoddiy madaniy meros durdonalari hayotimizdan mustahkam o'rin egallashiga xizmat qiladi. Ushbu san'at anjumaniga dunyoning 30 dan ortiq davlatlaridan san'at va madaniyat arboblari, xalq ijodiyoti namoyandalari, badiiy jamoalar kelishadi. Festival doirasida xalqimizning ko'p ming yillik an'analari, bebaho san'ati, xususan xalq dostonlari, hunarmandchiligi, milliy liboslari va xalq o'yinlari keng namoyish etiladi. 2024-yilda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida Boysun bahor xalqaro festivali o'tkazish turizm kompleksi qurib bitkazilgan. 140 o'rinli 4 yulduzli mehmonxona. Shuningdek, mehmonxonani yonida yana ikkita katta suv havzasi ham basseynlar qurilgan. Bundan tashqari 2,5 ming o'rinli amfiteatr mavjud bo'lib, bu yerda shu Boysun bahori xalqaro festival o'tkazish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Bu yerda milliy kurash musobaqasini o'tkazish uchun kurash maydonchalari qurilgan. Yurtboshimiz tashabbusi bilan mana shu loyihani amalga oshirildi. Bu loyihaning umumiy qiymati 60 milliard so'm bo'lib, respublikamizga, viloyatimizga va tumanimizga va qo'shni tumanlarga umuman kelayotgan mehmonlar uchun shart-sharoitlar yaratildi. Surxondaryo dunyo tamadduni va islom dini rivojiga ulkan hissa qo'shgan ulug' allomalar, avliyolar yurti. Ana shunday allomalardan biri Imom Termiziy. Bugun Surxondaryoga kelgan sayyoh borki, bu maskanni ziyorat qilmasdan ketmaydi. Shaxsan 2017-yilda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan islohotlar natijasida bugun bu maskan mutlaqo o'zgacha ko'rinish kasb etdi. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning bevosita topshiriqlari va ko'rsatmalari asosida mana shu majmua qaytadan ta'mirlandi. Xonaqoh qurildi, 224 o'rinli masjid, savdo maishiy xizmat nuqtalari, toratxonalar, xushxonalar qurildi. Hozirgi paytda bu yerga dunyoning ko'plab mamlakatlaridan sayyohlar kelmoqda. Malayziya, Singapur, Avstraliya, Indoneziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Yevropa mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanadadan ko'plab sayyohlar kelmoqda, Turkiyadan kelmoqda. Imom Abu Isa Muhammad Termiziy yodgorlik majmuasining bunyod etilganidan keyin bu yerda bir necha o'sha bir vaqtning o'zida Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi. U yerda hozirgi paytda mana shu buyuk olimlarimizning asarlari, Imom Termiziy Hakmatim asarlari tarjimalari bo'lib ko'plab mana shu hadis ilmining sultonlarining asarlari qaytadan sharhlanib ilmiy asarlar yaratilmoqda.
Hozir biz turgan joy eski Termiz hududidagi Fayoztepa buddizm inshooti. Yer yuzida bundan 2000 yil avval paydo bo'lgan hudud. Ma'lumotlarga qaraganda, hozirda 2017-yilga nisbatan bu hududga keluvchi sayyohlar soni 3,5 baravarga ortgan. Surxon zaminining jahonga mashhur obidalaridan biri bu Fayoztepa hisoblanadi. Yodgorlik eski Termiz shahar xarobalarining shimoli-g'arbida joylashgan. Surxondaryoda muhim turizm obyektlaridan biri bo'lgan Fayoztepa bu yerga tashrif buyurgan har bir sayyohda katta qiziqish uyg'otadi. Fayoztepa, Qoratepa va buddizm obyektlari joylashgan hududlarimizda yangi obodonlashtirish ishlari, ya'ni o'sha Yaponiyani madaniyatini ko'rsatib beradigan, qanaqadir Yaponiyani buddizmga o'ziga ko'rsatadigan sakura bog'larini yaratish masalasi paydo bo'ldi va albatta taqdimotlarini amalga oshiramiz, qanaqa tartibda, qanaqa jarayonda qo'yilishiga va ularning navlari va mana shu buddizm obyektlariga sakura o'sim daraxtining qanaqa shaklda o'stirilib, qanaqa joylashtirilish kerakligi va obyekt bilan mujassamlashtirilish holatlari bo'yicha loyihalarni taqdim etdik. Qoratepa va Fayoztepa madaniy meros obyektlarida restavratsiya ishlari amalga oshirish boshlanadi yaqinda va undan oldin obyektni muhofaza hududlari o'ra olish bo'yicha 3D setkalarni to'g'rilayapmiz. Har xil texnik xavflar, tabiiy ofatlarni oldini olish, Zurmala madaniy meros obyekti bor, bu ham buddizm obyekti, bu yerda rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Mana shu buddizm obyektlarimizga albatta xorijiy investorlar ham o'zlarini ko'plab loyihalari, takliflari va o'zlarining takliflarini bildirishmoqda. Jumladan Tailand tomonidan, Xitoy tomonidan, Yaponiya tomonidan investorlar o'sha buddizm obyektlarini saqlash, rivojlantirish va konservatsiya va restavratsiya qilish ishlari bo'yicha o'zlarining takliflarini bildirishmoqda. It's our first time that we come to Uzbekistan. Bu yurtga kelish uzoq vaqtlardan beri orzuyimiz edi. O'zbekiston haqida ko'plab suratlar va filmlarni ko'rganmiz. Nihoyat bu orzuyimiz ro'yobga chiqdi. Birinchi taassurotlarimiz juda ajoyib, odamlar nihoyatda samimiy va mehmondo'st. Qayerga bormaylik, iliq munosabat va ochiq ko'ngilni his qilamiz. Turizm sohasi ham yaxshi rivojlangan. Fayoztepa obidasi bizni hayratga soldi. Men O'zbekistonda, ayniqsa Markaziy Osiyoning bu hududida buddaviylik yodgorliklari borligini bilmas edim. Men ham bu fikrlarga qo'shilaman. Bu chinakam orzuyimiz edi. Odamlar juda chiroyli, doim tabassum bilan do'stona munosabatda. Hozirgacha faqat Termizda bo'ldik. Surxondaryoning barcha turizm obyektlariga bormoqchimiz. Keyin esa Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlarga boramiz. Buxoro and Xiva. Surxondaryo viloyatining Termiz tumani. Bugungi kunda ushbu hudud mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun muhim obyektlardan biriga aylangan. Siz ko'rib turgan mana bu joy bundan bir necha yillar avval xarobaga aylangan chakalakzor edi. Bugun esa har kuni mehmonlar bilan gavjum, go'zal tabiat qo'ynidagi ovqatlanish maskaniga aylangan. Ochiqni aytadigan bo'lsak, bu yerga kelgan insonning bahri dili ochiladi. Eng avvalo mana shu chiroyli gullarni, daraxtlarni, landshaftlarni ko'rib juda ham xursand bo'ladi. Bu ham bu yerga shu turistlarni jalb qilishning bir chiroyli usuli aslida. Va hozir men bu yerga kelishim bilan e'tiborimni tortgan narsa, bu yerdagi har bitta xodimlar surxoncha milliy kiyimlarni kiyib mehmonlarni kutib olishar. Shunaqa. Juda ham chiroyli holat, juda ham chiroyli jarayon, ayniqsa yurtdoshlarimiz balki xorijiy mehmonlarni ham bu ko'zini quvnatadi. Albatta, sizga ham do'ppini taklif qilamiz. Behruz, bering. Mana bu sizga milliy do'ppimizni kiyib olishingiz mumkin. Rahmat, yarashdimi? Albatta. Rahmat. Mana shu hudud haqida, mana shu eko turizm markazi maskani haqida sizdan so'ramoqchi edim. Eshitishimga qaraganda, bundan bir necha yil avval mana shu hudud juda ham tashlandiq joy bo'lgan ekan. Albatta. Bugun esa mutlaqo o'zgargan. Bu joylarimiz ekoturizm baliqchilik maskanimiz. Prezidentimizni bizga qo'ygan ancha e'tibori, bizga qo'ygan shart-sharoitlari, imkoniyatlari bilan, imtiyozlari bilan shu kunga kelib ancha chiroyli bu yerlarni mehmonlar kelishiga qulay bir shart-sharoitlar qilib, mehmonlarni yaxshi kutib olishga, suv bo'yida baliqlarni o'zlari tutib ovlashga hamda dam olish o'tiradigan maskanlar qilib ancha kengaytirdik. Eshitishim bo'yicha bu yer eng avvalo imtiyozli kredit asosida ish boshlangan. Albatta.
Albatta, shunaqa. Undan keyin esa biz o'zimiz hozirgi kunga kelib Eron hamda AQSh davlatlaridan ular sarmoya investorlar kelib, sarmoya kiritib, Uchquzil tumanidagi katta ko'limizda o'sha yerga baliqchilik maskanni kengaytirib, u yerda dam oladigan hamda maskan qilib, o'sha yerda ham turistlar kelib dam olib, ovqatlanib, taomlanib, juda bir chiroyli maskan qilishni yo'lga qo'yyapmiz birgalikda. Yaxshi, mana hozir faoliyatingiz yaxshi ketyapti. Turistlar, yurtdoshlarimiz juda ham ko'p kelishadi. Bir kunda o'zi nechta mehmon keladi? 20-25 nafar har xil davlatdan, Xitoy, Eron, Rossiyadan ko'proq mehmonlar, turistlar taklif kelishib, taomlanib, dam olib, ancha madaniy hordiq chiqarib, xursand bo'lib ketishadi. Ishim bo'yicha bu yerda bu maskanning o'ziga xosligi deb bemalol ayta olaman. Kelgan mehmon bemalol mana shu ko'lni oldiga borib, labiga borib, bemalol qarmoqda o'zi baliq tutib, shuni pishirib bering deb oshpazga berish mumkin ekan. Bu ham bir o'zimizga jalb qilish uchun har xil sharoitlar qilib qo'yibmiz. Ovlash uchun qarmoqlarni dam olib, ovlagan baliqni joyiga o'zi qovurib taomlantirishga egamiz. Hozirgi kunda 50 ga yaqin ishchilarimiz bor. Xudo xolasa 100 ta, 150 ta, 200 ta qilib ishchilarni ish bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz. Hududlar infratuzilmasini yaxshilashda yo'llarning ravon bo'lishi muhim omillardan. Shu bois 3 ta davlat bilan chegaradosh, yurtimizni Osiyoning qator davlatlari bilan bog'lovchi muhim koridorida joylashgan Surxondaryo viloyatida yo'l qurilish borasida keng ko'lamli ishlar bajarilyapti. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan qurilishi boshlangan Darband-Denov avtomobil yo'li xalqaro ahamiyatga ega gigant loyiha. U mamlakat taraqqiyotining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan transport logistika salohiyatini oshiradi. Xalqaro tranzit yuklari tashilishining vaqti va sarf xarajatlarini bir necha barobarga qisqartiradi. Investitsiya dasturiga asosan tender o'tkazilgan. Tenderda Ozarbayjonda Lankaran yo'l chiqindi firmasi yutib olgan. Bu yo'limiz To'q-O'zbesh Darband Boysun Denov yo'li hisoblanadi. Yo'limizni umumiy uzunligi 107 kilometrlar bor. Shu 107 kilometr ichida 25 dona ko'priklar hamda 100 dan oshiq o'tkazgichlar mavjud. Yo'limiz 3 ta lotga bo'lingan. Birinchi lotimiz asosan Boysundan o'tgan hisoblanadi. Bu xalqaro tender hisoblangani bois bu yerda 100 dan oshiq xalqaro mutaxassislar jalb qilingan hamda o'zimizning mahalliy 500 dan ortiq ishchi hamda mutaxassislar ishlaydi. Xalqaro amaliyotlarga asoslangan holatda yo'limiz qurilmoqda, chunki bu yerda Ozarbayjondan, Turkiyadan, Koreyadan mutaxassislar kelgan birgalikda ishlar amalga oshirilmoqda. Qolaversa mana bajarilgan ishlarni qabul qiluvchi Koreyaning Dongsung injener xalqaro konsultantlar mavjud. Ular bilan birgalikda bevosita bu yer o'zida mustaqil sinov laboratoriyasi tashkil qilingan. Bu yerda hamma bajarilayotgan ishlarda bevosita qurilish jarayoni o'zida vaqtida sinov ishlari o'tkazilib, yaroqliligini, yaroqsizligini esa bartaraf qilish ishlari vaqtida ishning o'zida amalga oshiriladi. Bu Surxondaryo viloyati bilasizki, ham issiq hamda bu yer tog'li hududda o'tgani bois bu yerga loyihachilar tomonidan sement beton qoplamasi berilgan. Chunki agar asfalt beton qoplamasa deformatsiyaliga moyilligi kuchliroq. Shuning uchun buni sement beton qoplamasiga loyihalashtirilgan. Sement beton qoplamasini maxsus ukladchiklar yordamida 27 sm qilib qo'shimcha kimyoviy qo'shimchalar yordamida sifat ko'rsatkichlari, sovuqqa bardoshlilik, mustahkamlik parametrlarini oshirish uchun kimyoviy vositalar qo'shamiz. Hamda curing, ya'ni ustini issiqdan himoyalash uchun beton quygandan keyin toki o'zini mustahkamlik ko'rsatkichlarini olish uchun kimyoviy vositasini ustidan sepib, hamda undan so'ng 14 kun davomida suv bilan parvarishlik qilib turadi beton. Shunda mustahkamlik parametrlarini xotirjam yig'a oladi beton. Mazkur investitsiya loyihasi dasturi asosida amalga oshirilayotgan shu loyihamiz yilning oxiriga qadar shu Boysun tumani hududidan o'tuvchi qismi foydalanishga topshiriladi.
Surxondaryo nafaqat tarixiy arxeologik yodgorliklari, muqaddas me'moriy obidalari, balki agro, eko, gastronomik turizm servislari bilan ham turistlarni o'ziga maftun etmoqda. Prezidentimizning 2024-yil 16 dekabrdagi Surxondaryo viloyatining tog'li rekreatsion hududlarida turizm infratuzilmasini yaxshilash hamda zamonaviy xizmat ko'rsatish va turizm obyektlarini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori vohaning turistik imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanib, sohani iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanishida muhim o'rin tutadi. Omonxona spa maskani Boysun tumanidan 20 kilometr uzoqda joylashgan bo'lib, bu yerda Omonxona qishlog'ida turist maqomi berildi. Yana qo'shimcha 5 ta 5 yulduzli mehmonxonalar xalqqa xizmat qilib turibdi. Endi turizm rivojlantirish bo'yicha bu yerda yaxshi islohotlar bor. 20 kilometr Sanjar bulog'idan ichimlik suvi tortilmoqda. 3 kilometr 800 metrdan dor yo'li qurilishi rejalashtirilgan. Mana sanatoriyamizda O'zbekiston Respublikamiz va qo'shni mamlakatlardan ham bemorlar kelib davolanmoqda. Xudo xolasa endi bugungi kunda hozir o'tgan yilga qaraganda 20 mingdan ortiq aholi kelib davolangan bo'lsa, endi kelajakka xudo 30 ming 40 mingdan ortiq bemorlar kelib davolanish rejalashtirib turibdi. 30 dan ortiq mehmon uylari xizmat qilyapti. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan yana 20 kilometrlik Sanjar bulog'idan ichimlik suvlari tortilishi rejalashtirilyapti. 3 kilometr 800 metrda dor yo'li qurilishi rejalashtirilmoqda. 12 kilometrlik asfalt yo'llari rejalashtirilgan. Ichki yo'llarga ham asfalt yo'llari berilgan. Biz Xorazmdan keldik. Surxondaryo Omonxona mana shifobaxsh suvlar qariyb 20 yildan beri kelib turamiz. Birinchi kelganimizda 2005-yilda kelganmiz. Mana shu Omonxonani bitta o'zini davolanish nimasi bo'lardi, kichkinagina. Hozir qarang, yildan yilga odam ko'payib, mana har xil mehmonxonalar qurilyapti. Odamlar ko'p, odamlar shu yerdan bir o'ziga shifo olyapti suvdan ichib. Ayniqsa keyingi yillardagi bu yerdagi o'zgarishlar meni lol qoldiryapti. Hamma xursand, hammani kayfiyati zo'r. Bu hududga kelsangiz juda ham ko'plab mehmon uylarini uchratishingiz mumkin. Bu uylarning asosan aksariyat mehmonlari xorijlik sayyohlarni tashkil qiladi. Ular bu uylarda nafaqat dam olishlari, balki o'zbek oilasining hayotiga bevosita guvoh bo'lishlari mumkin, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizni o'rganishlari mumkin va eng muhimi ular masalan milliy taomlarimizni ham o'z qo'llari bilan tayyorlab ko'rishlari mumkin bo'lar ekan. Surxondaryo viloyatida 3 ta turizm qishloqlari mavjud. Bu Boysunda, Omonxona qishlog'i, Sariosiyoda, Sangardak qishlog'i va Denov tumanida Sino qishlog'i. Mana yaqinda Sariosiyo tumani o'zida Nilu turizm qishlog'i maqomini olyapmiz. Bu turizm qishlog'i maqomi uchun o'zlarining talablari bor. 20 ta oilaviy mehmon uyi, 5 ta turistik xizmat, hunarmandchilik markazi va boshqa turistlarga xizmat qiladigan xizmat turlari tashkil etish kerak. Nilu qishloqimiz ikkita tog' orasiga joylashgan, o'ziga xos so'lim tabiatiga ega 800 yillik katta chinorimiz bor. Bu O'rta Osiyodagi eng katta daraxt, diametri 36 metr tashkil qiladi. Yana uni yonida havuz bor, tog'lar bor. Termiz xalqaro savdo markazi haqiqatda yirik obyekt. Bu yer nafaqat ishbilarmon tadbirkorlar uchun qulay manzilga aylangan, balki bir nechta millatlarni do'stlik rishtalarini mustahkamlovchi manzilga aylangan.
Termiz xalqaro savdo markazi qulay ishbilarmonlik muhiti va logistikani yaratish, ma'muriy tartib taomillarini soddalashtirish va tadbirkorlar uchun ajoyib imkoniyat. Albatta, bu markaz turizmni rivojlantirishda ham muhim obyektlardan biri. Bugungi kunda Termiz xalqaro savdo markazi o'z faoliyatini boshlaganiga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q, lekin hozir ko'ryapmiz, juda ham gavjum. Bu yerda tadbirkorlarning soni juda ham ko'p. Mana shu o'tgan davr mobaynida bu yerda olib borilgan ishlar, savdo iqtisodiy aloqalar haqida, tadbirkorlarning faoliyati haqida aytib bersangiz. Hurmatli prezidentimizning 2024-yil 13-maydagi 176-sonli qarorlariga asosan Termiz xalqaro savdo markazi ish faoliyatini boshladi. Qariyb 8 oy davomida markazimizda 290 ta ijara shartnomalari tuzilgan. Shundan 240 tasi O'zbekiston tadbirkorlari va shundan 80 ta afg'on fuqarolari tadbirkorlari ish faoliyatini boshlashgan. Hali markazimiz 100% to'liq ishga tushgani yo'q, lekin to'liq ishga tushganda 1 yilda 1 milliard 200 million dollar eksport qilish reja qilganmiz. 2025-yilda mana shu kuniga qadar 18 million dollar 2025-yilda eksport qilindi. O'zbekiston tovarlari sotildi. Tadbirkorlar mana o'zligini mahsulotlarini, do'konlarni, showroom deymiz, shunaqani ochishyapti. Afg'oniston tomonidan kelgan tadbirkorlar bilan kelishuvlar qilib, ulgurji savdoga o'tishyapti. Markazimizda Hilton gostinitsasi bor, hostellar tashkillashtirilgan, yana arzonlashtirilgan, restoranlarimiz bor, bemalol o'zbek milliy taomlari, afg'on milliy taomlari, turk milliy taomlari restoranlarimizda xizmat ko'rsatyapmiz. Mehmonxonamizda 98 ta xona bor. Ulardan 50 tasi standartli keng xonalar, 34 tasi standartli twin, 13 tasi lyuks xonalar va bitta yordamga muhtoj bo'lgan mehmonlar uchun bitta xonamiz bor. Bundan tashqari 3 ta konferens zalimiz bor. 10 kishidan 70 kishigacha bo'lgan tadbirlar yoki qanaydir forumlar o'tkazish kerak bo'lsa, marosimlar bemalol mehmonxonamizda o'tkazsangiz bo'ladi. Surxondaryo bugun boy tarixiy salohiyati bilan dunyoga qayta yuz ochdi. Bu hududda joylashgan qadimiy ziyoratgohlar, muqaddas qadamjolar, vohaning so'lim tabiati, milliy qadriyatlar, urf-odatlarimizni aks ettiruvchi yirik festivallar va albatta betakror hunarmandchilik namunalarini bugun jahon xalqlari e'tirof etmoqda. Surxondaryoning turizm salohiyatini oshirish, infratuzilmasini yaxshilash borasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar natijasida bu maskanga keluvchi mahalliy va xorijiy sayyohlar soni yildan yilga oshib borayotgani rost. Va bu boradagi islohotlar yaqin kelajakda yanada rivoj topishi muqarrar.